Odamlarni yaxshi ko'raylik azizlar. Odamlarni xatosi bilan yaxshi ko'raylik. Faqat kir izlaydigan odam, xato izlaydigan odamchi, u Alloh urib qo'ygan, u Alloh shu holatga tushirib qo'ygan odam u odam. U yaxshilikni ko'rmaydi. Odamlarni yaxshiligini bilmagan odam Allohning bergan ne'matini qadriga yetmaydi. U Allohga ham shukr qilmaydi. Bir-birimizni hurmat qilaylik. Inson birinchi o'rinda inson. Al-mu'min akramu alallohi minal malaika. Mo'min Allohning huzurida maloikadan ulug'. Farishtadek odam deymiz, o'zi aslida o'sha farishtadek deganimiz u farishtadan ulug' odam bu odam. U farishta nima uchun farishta? Unda nafs yo'q, unda shayton yo'q. Odam nafsi bor, shaytoni bo'la turib farishtani amalni qilyapti, u odam farishtadan ulug' odam. Odamlarni yaxshi ko'raylik azizlar.